sovg'a berdilar. Rostdanmi? iPhone 17. Voy, zo'r-ku o'rtoq. Albatta. Voy, mana siz hozir 8-martga iPhone kutyapman. Senga ham nasib qilsin. Sovg'a qilarlar, endi o'libdi, sovg'a qilmasalar. Albatta. Voy, o'zlari kelyaptilar. Bo'ldi, Sovg'ani kutib ol unda, bo'pti. Yes! Assalomu alaykum. Va alaykum assalom. Nima gapi? Yaxshi o'tiribsanmi? Bugun 8-mart. Hayo xabar bor. Endi sovg'ani keyingi safar to'liq qilib beraman. Hamma butun bo'lib chiroyliroq olganga yarashadi. Endi ani mayda chuyda olmadim-da men, ha, tinchlik. Bu nima? Yo'q. Men bilaman. Abi gara-para chiqqani, nima bo'ldi? Gara-para. Qarang, shu garami? Hammadan-ku qara. Yo'lda kelayotganda o'yladim-da, shu xotinim meni qizg'anar ekan deb, magazindan pomada olib, yuzimga chizib oldim. Qara, qizg'anar ekan meni. Demak, sovg'a olib kelsam bo'lar ekan. Ishxonadan ham pul yig'ib oldi-da. Atirlan puli kelyaptimi? Atara hidi keladi endi avtobusga kelgandan keyin. Voy. Ha? Men bitta. Qo'y. Men bilaman. Qo'y. Bu kimni sochi? Ha? Malohatdimi? Ha? Qanaqa malohat deb? Malohat sovg'a olganda, ha? Men o'shancha sovg'asiz quruq qoldim-da, ha? Kimnidir topib olgansiz siz, ha? O'shanga sovg'a bergansiz, men sovg'asiz qolib ketdimmi, ha? Malohatmi eting? Malohatmi? Yo'q, u malohat emas. Eting deyapman. U Natasha sochi ham sariq-ku, unaqa qora emas edi.